Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Abdullayeva Zuhra Ismoilovna. Fanimiz klinik psixologiyasi, mavzu psixosomatika va somata psixika. Rejalar quyidagilardan iborat. Psixosomatik va somata psixik buzilishlar, psixosomatikaga oid nazariyalar, psixosomatik kasalliklar. Psixosomatika so'zi qadimgi yunonchadan olingan bo'lib, ruh va tana degan ma'nolarni anglatadi. Psixosomatik tibbiyotda aynan tibbiy psixologiyadagi psixologik omillarning somatik tana kasalliklarining paydo bo'lishi, ketishi natijalariga ta'sirini o'rganadigan yo'nalish hisoblanadi. Psixosomatik kasalliklar o'tkir va surunkali stresslar sababli ichki a'zolarda rivojlangan organik kasalliklarga psixosomatik kasalliklar deb aytiladi. Psixosomatik sindrom deganda esa o'tkir yoki doimiy stress sababli rivojlangan funksional buzilishlar tushuniladi. Agar funksional buzilishlar somatik kasallik sababli rivojlansa, u holda somata psixik sindrom atamasini qo'llash tavsiya etiladi. Lekin bu atama klinik tibbiyotda juda kam ishlatiladi. Stress orqali kelib chiqadigan kasalliklar hamda psixosomatik sindromlar, psixosomatik kasalliklar quyidagilardan iborat. Ya'ni birinchisi psixogen bosh og'rig'i, ikkinchisi psixogen bosh aylanishi, psixogen nevralgiyalar, psixogen bel og'riqlari, psixogen giperesteziya, bezovta oyoqlari sindromi, psixogen astma, psixogen kardialgiya, psixogen yo'tal, anoreksiya, psixogen atralgiyalar, impotensiyalar, psixogen qichishmalar va psixosomatik kasalliklar quyidagilar. Aynan insult, miokard infarkti, xafaqon kasalligi, oshqozon ichak yarasi, bronxial astma, neyroendokrin o'smalar, qandli diabet, ekzema va e'tibor qiladigan bo'lsak, bu kasalliklar hamda sindromlar stress orqali kelib chiqishi kuzatilgan va qanchalik ko'p insonda stresslar kelib chiqsa va stresslarga berilsa, vaziyatlar orqali stress insonni qurshab oladigan bo'lsa, bu sindromlar va kasalliklar kelib chiqish holatlari kuzatiladi. Albatta, aksariyat organik kasalliklar ko'p etiologiyali bo'lib, ularning rivojlanishida stress asosan turtki bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir inson hayotda ko'p stressga berilmasligi, stressning oldini olishlik kerak. Stress psixosomatik buzilishlar. Seli nazariyasi, aynan 1937-yilda Seli nazariyasiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, har qanday o'tkir va doimiy stress ichki a'zolar faoliyati buzilishi, keyinchalik turli organik kasalliklar kelib chiqishiga turtki bo'ladi. Hid zaharin sohalari. Ichki a'zolar kasalliklari terida aks etadi. Bu sohalar hid zaharin sohalari deb ataladi. Ibn Sino ta'limoti asab markazlarining doimiy zo'riqishlari ichki a'zolarida turli og'ir kasalliklarni keltirib chiqaradi. Psixosomatik kasalliklar tarixi. Psixosomatik tibbiyot vakillarining fikriga ko'ra, 21-asrda kasalliklarning taxminan yarmi psixogen xarakterga ega. Ruhiy omillar nafaqat ayrim kasalliklarni qo'zg'atadi, balki ko'plab kasalliklarning ketishiga ham ta'sir qiladi va keltirib chiqaradi ham. Psixosomatik kasalliklar, aynan psixosomatika atamasi birinchi bo'lib 1818-yilda nemis shifokori Iyogan Kristian Geynrod tomonidan keltirilgan. 1822-yilda nemis psixiatri Karl Jakobi somata psixik tushunchasini kiritdi. Bu psixosomatik munosabatga qarama-qarshi va ayni paytda to'ldiruvchidir. Xususan Sigmund Freud, Joseph Breyer bilan birgalikda bostirilgan his-tuyg'ular va ruhiy travma konversiya deb nomlangan himoya mexanizmi orqali o'zini somatik alomatlar shaklida namoyon qilishi mumkinligini ta'kidlab o'tdi. Freud ta'kidlaganidek,
Buning uchun somatik tayyorgarlik kasallik o'zini namoyon qiladigan organni tanlash uchun muhim bo'lgan jismoniy omil talab qilinadi. E'tibor qiladigan bo'lsak, his tuyg'ular deyilyapti. Bostirilgan his tuyg'ular, travmalar, ruhiy travma, konversiya, bular asosan insonda kuzatiladigan bo'lsa, buni ichiga yutishi yoki buni yuzaga chiqarmasligi orqali insonda ichki kasalliklar yoki somatik kasalliklar kelib chiqishi mumkinligi ta'kidlangan. Shuning uchun har doim insonda qandaydir jarayon bo'ladigan bo'lsa yoki his tuyg'ular kechadigan bo'lsa, bu his tuyg'ular salbiy his tuyg'ularni baqirib yoki bo'lmasa inson yo'q joylarga borib baqirib chiqarib yuborishligi, ayollarimizda, qizlarimizda esa bunaqangi holatlarni yig'lab ko'z yoshi orqali ham chiqarib yuborsa bo'ladi. Agarda inson bu his tuyg'ularni, ruhiy travmalarni qanchalik ichiga yutishi natijasida o'zida ichki kasalliklarni keltirib chiqarib olishi ham mumkin. 40-yillarda Qo'shma Shtatlarga hijrat qilgan Helen Dunbar va Frans Aleksander psixoanalitiklar psixosomatik muammolarni o'rganishga e'tibor qaratdi. 1950-yillarning oxiriga kelib, Amerika ilmiy adabiyotlarida psixologlar nuqtai nazaridan somatik tibbiyot haqida 5000 ga yaqin maqolalar nashr etildi. Bu sohada Alfred Adler va Leopold Zondi kabi taniqli tahlilchilar ham ishlagan. Rossiyada Ivan Pavlov maktabi olimlari eksperimental nevroz usulini ishlab chiqish munosabati bilan shu yo'nalishda ishladilar. Gipoxondriya, dismorfobiya, o'z tanasini rad etish, psixogen qichishish, psixogen bel og'rig'i, psixogen bosh og'rig'i, diareyaning ayrim shakllari, kekirik, tez yeyish va boshqa ba'zi kasalliklar tasnifiga ko'ra somatoform kasalliklarga tegishlidir. Bunda kasalliklarda instrumental tekshiruvlar tananing ichidagi buzilishlarni tashxis qila olmaydi. Insonda shu holatlar ketishi mumkinki, psixosomatik jihatdan o'ziga kasalliklarni orttirib olishi, menda shu bel og'riqlari kechyapti yoki men o'zini tanasini rad etish orqali men shu dorini iste'mol qilmasam menda shu kasallik boshlanib qolishi yoki boshim og'riyapti, dori ichishim kerak, dorini iste'mol qilishim kerak va iste'mol qilsam o'tib ketadi degan tushunchalarni o'ziga somatik jihatdan o'ziga singdirib olgan bo'ladi. Yoki men shu vaqtda shu joyga borishim, ko'p seyishi ham bu inson o'zini shu tanasiga moslashtirib olgan va ruhiyatiga singdirib olgan bo'ladi. Qarangki, bunday kasalliklarda deydi instrumental tekshiruvlar tananing ichidagi buzilishlarni tashxis qila olmas ekan. Konflikt shaxsning turli qismlari o'rtasidagi ichki ziddiyat psixosomatik simptomning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Konflikt degani asosan o'rtada nizo bo'lishi mumkin. Ikki kishining o'rtasidagi nizo ham insonda psixosomatik buzilishlarni, psixosomatik kasalliklarning kelib chiqishi uchun zamin bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun insonlar o'rtasidagi munosabatlar ham yaxshi bo'lishi, agarda inson o'rtasidagi munosabatlar yaxshi bo'lmasa ham insonda kasalliklarning kelib chiqishi kuzatilishi mumkin ekan. Tana tili xabari alomat hal etilmagan psixologik muammo haqida metaforik xabarlar, ya'ni xabar berish. Masalan, men buni hazm qila olmayman, haqiqatdan ham hazm qila olmasligi yoki bo'lmasa men buni uddalay olmayman, men buni yesam hozir menda qandaydir kasallik boshlanishi mumkin yoki men buni qila olmayman. Shu tushunchalar orqali tanasiga xabar berishi yoki bo'lmasa kasallikdan foyda olish, bu toifaga o'z egasiga yoki unga yaqin kishiga qandaydir shartli foyda keltiradigan sog'lik muammolari kiradi. Yara, ya'ni yara kasallikning sababi o'tmishdagi travmatik tajriba, xiyonat, rad etish, tashlab ketish, tahqirlash, adolatsizlik bo'lishi mumkin va shu natijasida inson qanchalik o'ylanaversa, qanchalik siqilsa, yara kasalligiga duchor bo'lishi mumkin. Yara kasalligining kelib chiqishiga
kelib chiqishi kuzatilishi mumkin. Identifikatsiya jismoniy alomat shaxsga o'xshash bo'lishi, xohlaydigan shaxs qahramon, ya'ni o'zi xohlaydigan qahramon ideali deb oladigan insoniga sidqi dildan bog'lanishi, ya'ni qahramon ota yoki ona bo'lishi yoki murabbiy bilan identifikatsiya qilishi natijasida shakllanishi mumkin. Lekin ba'zida aksincha ongli darajada o'xshash bo'lishi istamasada kuchli bo'lishi ham mumkin. Ko'pincha bu odam allaqachon vafot etgan va keyin u bilan identifikatsiya qilish orqali, ya'ni shu raqamlar bilan munosabatlarni saqlab qolishiga imkon beradi. O'z-o'zini jazolash ba'zi hollarda psixosomatik simptom, haqiqiy yoki hayotiy ayb uchun ongsiz ravishda o'zini o'zi jazolash rolini o'ynaydi. Bundan tashqari ongsiz ravishda boshqa odamni azob-uqubatlari bilan jazolashga urinish uni aybdor his qilishga olib kelishi mumkin. Taklif, alomatlar, obro'li shaxs, masalan, ota-ona, doktor, professor, ota-ona obro'li insondir, yuqori lavozimlarda ishlashi, ya'ni ota-ona professor tomonidan salbiy e'tiqod, taklif bilan qo'zg'alishi, ya'ni insonlarga ota-ona tomonidan farzandlariga sen yaxshi emassan, yaxshi o'qimaysan yoki boshqalarning farzandlariga solishtirilishi yoki aytilgan gaplari orqali bolada salbiy e'tiqod tug'ilishi yoki salbiy xulq-atvorlarning shakllanishi holatlari kuzatiladi. Psixosomatik kasalliklarning taxminiy ro'yxati, aynan psixosomatik kasalliklar ro'yxati juda katta va xilma-xildir. Ammo ularni quyidagicha guruhlash mumkin. Nafas olish organlarining kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, ishemik kasallik, yurak kasalliklari, vegetativ qon tomir distoni, muhim gipertenziya, miokard infarkti, kardiofon nevroz, yurak aritmi, ovqatlanish, xulq-atvorning psixosomatikasi, psixogen astma bilan bronxial astmaning qiyosiy belgilari. Psixogen astma xuruj stressdan keyin va ko'pincha odamlar bor paytda boshlanadi. Bronxial astmada xuruj allergen omillardan keyin yoki besabab boshlanadi. Psixogen astma nafas olish qiyin, nafas chiqarish qiyin. Bronxial astmada. Psixogen astmada yuz terisi o'zgarmagan. Bronxial astmada yuz va lablarda sianoz. Psixogen astma balg'amsiz yo'tal. Bronxial astmada balg'amli yo'tal, ya'ni bir-biridan farqli jihatlari orqali farqlanadi. Vegetativ nerv sistemasi va psixosomatik sindromlar stress bosh miya katta yarim sharlari po'stlog'ida katta qo'zg'alish hosil qiladi. Bu salbiy qo'zg'alish vegetativ nerv sistemasi orqali ichki a'zolarga tarqaladi. Bu esa psixosomatik buzilishlarga olib keladi. Har qanday his-tuyg'ular yurakda aks etadi. Shu bois qadimda aql markazi miyada, hissiyot markazi yurakda deb hisoblanadi. Shuning uchun har doim aql bilan ish qiling yoki yurak bilan ish qiling deydigan tushunchalar qadimda paydo bo'lgan ekan. Ibn Sino tib qonunlari asarida doimiy asabiylashadigan odamlarda oshqozon ichak faoliyati izdan chiqadi. Bu albatta butun organizmga ziyon keltiradi, chunki vujud ruh amriga vojibdir deb ta'kidlagan. Ruhiy salomatlik asoslari: asabni asrash, to'g'ri ovqatlanish, aqliy va jismoniy mehnat mutanosibligi, toza havo va sayohat. Hurmatli kuzatuvchilar, e'tibor qiladigan bo'lsak, ruhiy salomatlik asoslariga diqqatimizni, e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Har doim har bir inson asabni asrashi kerak. Chunki asabiylashish natijasida biz o'zimizda psixosomatik kasalliklarni keltirib chiqarishimiz mumkin ekan. To'g'ri ovqatlanish, har bir inson har doim vaqtida ovqatlanishi kerak. Agarda biz shu vaqtida ovqatlanmasligimiz natijasida asabiylashamiz. Chunki qornimiz och bo'lsa, biz ongimizda sutkashlik boshlanadi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish tizimini yo'lga har doim o'z vaqtida qo'yishimiz va amal qilishimiz lozim.
aqliy va jismoniy mehnat mutanosiblig'i. Aqliy mehnat bilan shug'ullandikmi, har doim jismoniy mehnat bilan ham hamohang holatda shug'ullanib borishimiz kerak. Har bir inson o'zini dam olishi, miyasining dam olishi uchun qaysi bir hobbi bilan shug'ullanib borishi lozim. Toza havo hamda sport. Hurmatli kuzatuvchilar, toza havodan har doim nafas olishimiz, sayohatlar qilib turishimiz kerak va shu asnosida biz salomatligimizni o'ylagan bo'lamiz. Agar yuqoridagi aytilgan amallarga o'z vaqtida amal qilinsa, biz har doim sog'lom turmush tarziga amal qilgan bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mavzumizda ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Xayr, sog' bo'ling.